Siz bilan hozir bir qiziq ma'lumotni bo'lishmoqchiman. Bir kun salonga kirsam, sochimni turmaklaydigan salonchim sochim haqida shunday gapirdilar. Menga bu soch yoqadi. Bu soch o'zini o'zi ko'taradi va nima qilsang ham turib beradi dedilar. Keyin aytdim, siz ikkita so'z bilan meni xarakterim haqida gapirganingizni bilasizmi dedim. Qanday qilib dedilar? Haqiqatdan ham sizni sochingiz yoki sizni tana a'zoyingiz siz haqingizda gapiradi. Tekis sochlar, ishib turadigan sochlar haqiqatdan ham hayotda o'ziga ishongan, o'z kuchiga ishongan, atrofdagilardan yordam kutmaydigan va o'zini harakati bilan ko'p narsaga erishadigan insonlar. Ulardan so'raydigan narsangizga ular turib berishadi, qilib berishadi. So'ragan narsangizni siz kutganingizdan ham a'loroq qilib berishga harakat qiladi. Buni ularga hayot xuddi shunday tarbiyalagani uchun shunday qilishadi. Endi jingalakroq sochlarni oladigan bo'lsak, bular ko'proq murosaga keluvchi, yumshoq, ko'prik vazifasini bajaradigan insonlar. Bularda kirishimlilik va murosaga kelish ko'proq rol o'ynaydi. Yana shunaqangi sochli insonlar bor, tikka sochli insonlar. Bular juda ham qaysar insonlar va bularni aytgan bo'lish kerak. Bulardan asosan liderlar kelib chiqadi albatta, lekin ularning qaysarligi ko'p hollarda ularning minusiga ishlaydi. Sizni sochingiz qaysi turga kiradi?